Abdulhay, futbolni ta'min uchun 40 yil yotaman. Bunda nima bor ekan, og'a? Tuxum bilan pomidor qovurdim. Turkchi men. Bu taomni turklar ham mandek shirin qilib tayyorlamaydi. Uyga baget nonli zakaz qilingan kun bizda albatta men tayyorlanadi. Ikkalasi bir-biriga uyg'unlashadi-yu, o'shandagina sizlar asl ta'mini hisqilasizlar. Bitta piyozni mayda bo'laklarga bo'lib olamiz. Hozirroq tillarang tusga kirguncha qovuramiz. Ketidan baqlajonni parday bo'laklarga bo'lib, piyoz ustidan joylaymiz. Asl retseptida baqlajon yo'q, lekin bu shunaqa xushxo'r ta'm beradi. Bulg'orlarni mayda bo'laklarga bo'lib, baqlajon ustidan joylaymiz. Bitta aylantirib qovurib olamiz. Hozirroq qizartirish uchun tomat yoki pomidor, mayda qilib to'g'ralgan chesnok va pomidorni solamiz. Tuz, namagini rostlab, tuxumlarni joylaymiz. Asl retseptida tuxumi yaxshi pishib ketish kerak emas. Oqlari pishsin-u, sarig'i yumshoq holatida qolsin. Endi bu taomni mini bagetchilar bilan his qilib ko'ring. Bu nonlar qandli diabeti borlar uchun ayni muddao. Hatto diyetadagilarga ham ruxsati bor. Endi buni issiq taomga botirib yeb ko'ramiz. Ta'miga esa ortiqcha izohning hojati yo'q. Yoqimli ishtaha.